O'zbekiston Andijondan qo'noqdor kelgan ekan. Imenda mana gilosda mana shu sortini ko'rgani o'z ko'zimiz bilan ko'raylik. Qanday cho'kchimi deganda mana mevalar o'ta bu yil yaxshi. O'zi o'tgan yil ham yaxshi edi. Bular o'zini o'zi changtata turgan sortlarga kiradi. O'sha mevalar yaxshi. Imenda bultir ham kelishgan bular. Bular imenda avgust oyida shox olib qiyishtirganga hozir mevasini ko'rgani kelishganda, mevani ko'rib, keyin shoxini olib qiyishtiramiz deb kelgan odam. Bular Andijondan. Assalomu alaykum. Sizga xudo xolasa shu niyat bor, shu gilozni novdalarini, kurtaklarni avgustda olib ketib, sentyabr, boshqa avgustlarda shu gilozni ko'paytirish. Gilozni ikkidan beri kelamiz bu Xo'jakani oldiga. Gilozlar juda zo'r. Qattiqligi yaxshi ekan, bandi zo'r ekan. Razmeri ham 34, 35, 36 ga chiqar ekan. Shuni bizga yoqdi. Shunga xudo xolos shundan boq qilish niyatida kelib, ko'rib ketyapmiz hozir gilozlarni. Buni bir tomoni zo'r tomoni, giloz xasta bolalarga tepada qushlar ko'rmaydigan o'ncha. Qush kam kelar ekan. O'sha tomonlari yaxshi. Ma'qul kelyapti. Juda zo'r. O'sha hurmatli jamoat, gilos bog' qilam deganda imенно kuzda yo yozda ko'chat olgani bas. Birinchi mana bog'larni ko'rib, qaysi sort qanday meva qilyapti, ozroq ilmini o'rganib, kerak bo'lsa mana kelgilar, ko'rgilar. Mana bog'lar bor, mana giloslar pishyapti. Ko'rib, o'rganib, keyin boqqani tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga igilik, cho'chalarga Alloh baraka bersin. Rahmat aka, hamma. Allah razı olsun.